qabulimda shunaqa suvchi bo'lyaptiki, shunaqa asabiylashdim. Hozir mana endi o'zimga kelib video olishga qaror qildim. Ya'ni bitta bemorni ota-onasi olib kelyapti konsultatsiyaga. Boyaga anamnezlar bilan tanishib chiqyapman. Ya'ni mengacha bu qizini bir nechta shifokorga ko'rib lecheniya olgan, diagnostika qilgan, lekin hech qanaqa effekt bo'lmagan. Sababi asosiy diagnoz qolib ketib, uni asoratini lecheniya qilishga o'tib ketishgandi va o'shanga effekt bo'lmagan. Boyaga patsientni adasiga tushuntirmoqchi bo'ldim. Aka dedim, ayol shu yerda chiqib tursangiz, men qizingizni umurtqa pog'onasini ochib, harakat cheklanganda ko'rib olishim kerak bo'ladi. Hozir qo'ymoqchi bo'lgan diagnozimni tasdiqlashim uchun shu narsa kerak. O'shanga sizda asosiy diagnoz qolib ketgan. Desam, yo'q, biz faqat konsultatsiyaga keldik deyapti-da. Konsultatsiyamda shunaqa bo'ladi. O'zi umurtqa vrachi shunaqa bo'ladi, shunaqa ko'rik qiladi. Ya'ni quruq faqat rentgen, MRT qog'oziga shikoyatni eshitib turib diagnoz qo'ymaydi. Umurtqa va bo'g'im holatlarini to'liq ko'rish kerak desam, yo'q deydi, tushunmaydi-da. Menga oxiri aytdim, aka iltimos chiqib keta qoling dedim. Uje asabimni buzdingiz dedim. Ketkazgan vaqtimga rozi emasman deb aytdim oxiri shu gapni. Bitta narsani tushuninglar-da. Men ham shu mutaxassislikka erishishim uchun shuncha yil o'qidim, haligacha o'qiyapman. Iltimos, o'zinglarni ham, o'zgalarni ham hurmat qilishni unutmanglar.